akalar opalar ko'rganlaringni mana hammamiz hijomadan chiqdik. O'zim ham mana peshonamdan qon chiqardik. Akalar opalar foydasi juda katta mana. Qanday bo'ldi akalar? Dahshat. Bravo, aldash, hayit kunlarida ana emas. Haqiqatan ham yengillik bormi? Konkretni bilindi. Qonni ko'rdingiz, qanaqa qo'yilib ketgan. Dahshat chiqdi lekin. Qayerdan so'zdingiz? Namangandan. Namanganni qayerdan? Mingbuloq. Namanganliklar bormi? Mana Mingbuloq, Namangan, Jilikol, Proletar, Tog'os qayerdan? Qobodiyon, Istaravshan. Xullas O'zbekiston, Tojikiston hamma joydan bor. Ishbek Sattor, Ishbek City. Kelaverasizlar akalar opalar, hijomaga arzon va sifatli ko'rib turibsizlar. Akalarimiz 6 yil, 7 yildan beri shu soha bilan shug'ullanadi. Bemalol qo'rqmasdan buni ziyoni yo'q, faqat foydasi bor. Faqatgina sag'ir kasali balallaga mumkin emas. Qolgan hamma odamlar kelib olaverasizlar. Oyoq og'riydiganlar, varikozi bor, taksist akalarimiz, 12 soat tikka turib ishlaydigan akalarimiz uchun, shamollab ketgan akalarimiz uchun, davlinasi borlarga ayniqsa davlinani juda pasaytiradi. Davlinasi ko'tarilib ketib, ko'zlar qizarib, bir xillarning qulog'i eshitmay qoladi. Ular uchun ham juda foydasi katta. Xullas, hech bo'lmasa 3 oy, 4 oyda bir marta o'zingiz uchun 3000 rasxod qiling. Moshinka, dorilar besplatni. Bochkaga kirib xohlagancha o'tirasiz. Massaj, asal bilan massaj, hijoma hammasi atiga 3000 rubl.